Kursidan foydalanishda 3 ta top qoidasi. Aniq bilaman, siz buni har doim qaysi bittasini bilmaysiz. Birinchi qoidasi: streaming kursilardan kamroq foydalaning. Ulardan foydalanish bizlar uchun qulaylik tug'dirgani bilan, lekin nojo'ya ta'sirlari ko'proq. Escherichia coli infeksiyasini siydik yo'liga va qinga tushirib qo'yib, vyutleniya ajralishiga, ya'ni sistitlar paydo bo'lishiga olib keladi. Ikkinchisi, tursiy tanlashda uni tormasligiga e'tiborli bo'ling. Tor tursilardan foydalanmang, chunki ular limfa o'tkazuvchanligi va vena qon tomirlarini siqadi, natijada kichik chanoq bo'shlig'ida qon aylanish buzilishiga olib keladi. Kechqurun uxlashdan oldin tursigingizni yechib uxlang, chunki ichki a'zolarimiz nafas oladi, ya'ni namlik ta'minlanadi. 1 oyda bir marta garderobingizni yangilab qo'yishingiz kerak bo'ladi va hamma turib qolgan 4 oydan oshiq bo'lgan tursilarni tashlab yuboramiz. Bir ayol qizlarimizga yuborib qo'ying va bizga obuna bo'ling.